Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Arzon mototsikl so'raganlar uchun mana skidkadan yana bitta mototsiklimiz bor. Bu mototsiklimiz rangi qizil, juda chiroyli rangda. Turist kubali bo'ladi. Bezabes. Jidkisli tonimizli bo'ladi. Glushitillari o'ta chiroyli, ham ovozi ham ashchotki bo'ladi. Oldin ko'rinishi, faralari ham juda chiroyli bo'ladi. Tormozlari mochniy bo'ladi. Maksimal tezligi 160-170 bo'ladi. Bak sig'imi 20 litr. 100 kilometrga 4 ta, 5 ta, 6 tagacha rasxod qiladi. Bu qanaqangi tez yurishga bog'liq. Qolgan mototsikllarimizni ham azorini chiqaramiz. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bo'lib to'lashga ham qilib beramiz. Bu mototsiklimizni bo'lib to'lashga uzun nasiya yoki open nasiya orqali chiqadi. Open nasiyada limit olish kerak bo'ladi. Rasmiy ish joyi yoki kartada pul aylangan bo'lishi kerak bo'ladi. Uzun nasiyada kartada pul aylangan bo'lishi kerak. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.